Faringit, tanzilit uy sharoitida bir so'm pul ishlatmasdan, bir so'm pul ishlatmasdan ko'zini o'yadigan narsani aytaman. Xo'p dengda aytganda qiling. Xo'p dedingizmi? Gazlaymiz endi. Qarang. Oddiygina qizil lavlagi bor-ku. Qizil lavlagini o'ringni qirishdan o'tkazing. Soki chiqadi-ku. Ana shu bilan g'arg'ar qiling kuniga bir 5-6 marta. Tushundingizmi? Shuni qiling. Xo'p deng. Faringit, tanzilit qo'shib ketadi sizdan. Hech kimga aytmang. Rahmatlarni aytib o'tirmang, xo'pmi? Siz aytganda qiling bo'ldi. Ko'zini chiqaraveradi. Faringit, laringit, tanzilit, qizil lavlagini soqi. Gazini bosing. Aytganda kasallarga jo'natib qo'ying. Savobga qoling. Men duo qilsin. Tushundingizmi? Xo'p deb xo'p bo'ladi deb yozib ketinglar bo'ldi. Meni o'zi shuni xursand qiladi. Tushundingizmi? Xo'p, yes deb yozib keting. Xo'p.